Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugungi o'rnatgan akfaromlarimiz ko'rishlaringiz mumkin. Hozir bitirib chiroyli qilib egalariga topshiryapmiz. Holati jigarrang, zolotoy dub. Taylar alkafon, alyumin seryoga akfa zolotoy dub. O'sha toza profildan o'rnatib bitirib beryapmiz. Oynaklari yo'divi, o'sha toza to'q yo'divilardan qo'yib berilgan. Romlarni razmeriga keladigan bo'lsak, romlarning razmeri 1.70 ga 2.75 romdan 4 ta. Bitta qo'shqanot eshigi va bu tomondagi bir xona uyda oldi tomoni bo'lgan. Yaqinroq ko'rinishi. Shu ustunlar katta ustun bo'lgan, 20 santimetrlik. Ashufkasi qilib berilgan. Eshiklarda oynagi qalampir gulli bo'lgan. Xo'sh, oynaklarimiz polni bir qavat, yo'divi oynak bo'lgan, eshiklardagi ham gulli bir qavat. Taylari alkafon 70 santimetr joyda alkafon, undan tepasi oynak bo'lgan. Mana shu joyimiz, mana shu bir qator ko'rinishi 5 ta rom, 2 ta eshik, narxi 18,5 millionga shu holatda bityapti. 5 ta ustun ashufkasi bilan. Mana shunaqa rom xizmatlari bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'yicha, vodiy bo'yicha narxlarni hisoblab o'rnatib ishlaringni bitirib beraveramiz. Ichkari tomon ko'rinishi, oynaklar mana shu gulli, tashqari, ichkari umuman ko'rinmaydi. Mana shunaqa sal sharpalaydi xolos. Misol yorug' bo'lsa, xo'p, oynaklar tashqaridan tonirovkaga o'xshab, ichkari umuman ko'rinmaydi. Ichkari tomondan ko'rinishi sizlarga mana shunaqa holatda ko'rinadi. Xo'p, eshigimizni ochilib bekilishi yaxshi. Bitta deyiladi. Xudo xolasa ochilib bekilishidan tag qismi, tepa qismidagi zazorlardan muammosi yo'q. Derazalarda ochilishi oddiy 80lik okenli spalniy tildan foydalanilgan. Ochilib bekilishlari zo'r. Mana shunaqa xizmatlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib ishlaringni bitirib, ko'ngildagidek topshirib bitirib beraveramiz. Penalari как положено sepilgan mana. Ichlarigacha polni sepib, chiroyli qilib bitirdik. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada misol narxi qimmat bo'lsa, qimmat, yoqqan bo'lsa, yoqdi deb chiroyli fikr bildirib qo'yaverasizlar.